Bolam shamollab qoldi, burni oqayapti, oqishini to'xtatishga qanaqa dori ichirsam bo'ladi? Shunaqa savollar kelib turadi. O'zi oldin burun nima uchun oqishini bilib olishimiz kerak. Tanamizga, nafas yo'limizga qanaqadir infeksiya tushadigan bo'lsa, bakteriya bo'lishi mumkin, virus bo'lishi mumkin. Tana o'zini o'zi himoya qilish uchun atayin burun bo'shlig'ida qon tomirlarni kengaytiradi, suyuqlik ajralishini ko'paytiradi. Shu tariqa qisman o'zini o'zi infeksiyadan tozalaydi, ya'ni o'sha burun oqishi orqali. Umuman olganda, misol uchun, yo'talamiz, aksiramiz, ichi ketishi bor misol uchun, yoki ko'zga biron narsa kirib qolgan vaqtida ko'zimiz yoshlanadi yoki teriga biron narsa kirgan vaqtida o'sha joy yiringlab, vaqti-soati bilan o'sha jismni chiqarib tashlashga harakat qiladi. Bularni hammasi tanani himoya mexanizmlariga kiradi. Yana bir qancha bularni sanasa bo'ladi. Xullas, bola shamollab, burni oqayotgan vaqtida aynan uni burnini oqishini to'xtatishga e'tiborni qaratish kerak emas. Bundan xavotir olish kerak emas. Faqat vaqti-vaqti bilan o'sha burun bo'shlig'ini tozalab turish tavsiya qilinadi. Chunki burun bo'shlig'i bitib qolsa, og'izdan nafas olish boshlanadi. Bu keyinchalik o'sha shilliq qavatlarning qurishiga, infeksiya rivojlanishiga sharoit yaratib beradi.